Assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kunlar sovishi bilan insonlarda buyrak va buyrak kasalliklari qo'zg'aydi. Pielonefrit, sistit, pielocystit yoki bo'lmasa pielektaziya yoki bo'lmasa buyrak shamollashi, buyrak jomlari shamollashi boyagi aytadigan kasallarimiz tarjimasi. Xo'p, bunday holatlarda ushbu aytadigan birorta preparatimizni instruksiyasini o'qib chiqib, xohlaganingizni tanlab, sinab ko'rishingiz mumkin. Albatta, har qanaqa dorini shifokor bilan maslahat qilgan holda keyin iching. Xo'p, azizlar, hozir hamma uchun juda yaxshi tanish bo'lgan kanefron haqida gaplashamiz. Kanefron bu siropi bolalar uchun eng zo'r siroplardan bittasi va effekti zo'r. Keyingi dorimizning nomi kanefron tabletka. 18 yoshdan kattalarga bittadan 3 mahal yoki ikkitadan 3 mahal ichirsa bo'ladi. 12 yoshgacha bo'lganlarga bir tabletkadan 3 mahal. Albatta, har qanaqa yurak og'riqlarini eng yaxshi 2 ta tekshiruv bor, aytib o'taman. Birinchisi UZI. UZIda buyrak holati, uni jomlari va uni razmerlarini ko'rsatadi. Ikkinchisi bu sidik analizi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Oddiy sidik analizi, общий analiz mochi deydi. Uchinchisi bu bioximik analiz ichida kreatinin va mochevina buyrak ishlash faoliyati va buyrak jomlari qay ahvoldaligini ko'rsatadi. Xalqimiz orasida 1930-yildan beri chiqadigan Siston tabletkasi ham juda keng maqtovga sazovor bo'lyapti hozirda. Buni tarkibi juda ko'p mumyo ham bor. Bu ham tabiiy dori vositasi. Bu buyrak tosh kasalligida ham effekti zo'r. Azizlar, agar sizning buyuragingizda tosh ko'chgan bo'lsa yoki shu kabi holatlar bo'lgan bo'lsa, albatta buyragingizni birinchi UZI, keyin ekskretorniy urografiya, ya'ni qonga kontrast jo'natgan holda tomografiya qiling. Sababi 7-8 santimetrgacha bo'lgan har qanaqa tosh quvuq yo'li sidik nayi orqali, buyrak bo'lsa sidik nayi orqali quvuq bilan chiqib ketadi. Agarda tosh 8 mm dan katta bo'lsa, endi buni operatsion yo'lini o'ylagan ma'qul. Albatta buni nefrolog yoki urolog bilan maslahat qilgan holda. Endiga aytadigan narsam, men efirlarimni juda maza qilib, muroqib gapiradigan narsam bu fitalizin pastasi. Buni tarkibi juda ko'p narsa bor, hattoki piyoz ham solingan. Luk repchiti deb ishonmasanglar o'qib ko'rasizlar, ha. Buni yaxshi tarafi oddiy suvga 1 choy qoshiq, yarim choy qoshiq qo'shib ovqatdan oldin ichiladi va mana bunday holatlarda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, plombasi ochilmagan, demak bu yangi produkt. Va buni suvga qo'shib ovqatdan oldin bu buyrak shamollashi, sistitlarga, xronik sistitlarga, yosh kattalarda suv sidik tutolmaslikka yoki shu kabi kasalliklarda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Endiga aytadigan narsam bu Sistural va Sista Plus preparatlari. Bu sistit, pielonefrit, pielit, uretrit, buyrak infeksion kasalliklari, sidik tosh kasalliklari, sidik tuz ko'payishi, sidik yo'llarining toshlari va jarrohlikdan keyin, ya'ni sizda tosh yoki tuz olingandan keyin ham profilaktika uchun ichiladigan samarali vositalardan biri hisoblanadi. Profilaktika uchun biz doim choylarda aytamiz. Misol uchun ixlos choyi, mix travinoy, bu ashi buyrak sidik chiqarish a'zolari tuz parchalashda samarali yoki bo'lmasa hamma biladigan polpola, ya'ni buyrak choyi ham deydi xalq tilida. Juda samarali vosita. Buni qilinishi oson, oddiy choy damlaganda ichiladi, faqat o'ta muzdek, o'ta qaynoq ichib bo'lmaydi. Xona haroratida, iliq holatda 1 stondan 2 mahal yoki 1 mahal ichgan ma'qul. Juda ko'p ichsangiz diuretik effekti bor, ya'ni ko'p siydirib qoningizni quritib qo'yish ehtimoli yo'q emas. Oxirgi aytadigan narsalarimiz bu nitroksalin, bolalarning sidik yo'li shamollash kasalliklarida yaxshi qo'llanadi va urolisan. Noto'g'ri eshitmadingiz. Buni o't safro haydovchi xususiyatga ham ega bo'lgan kapsulalar. Bu yashil bo'ladi ichida. Mana aytdim-ku. Ko'rinyaptimi operator? Ushbu preparatlarni ichishdan oldin instruksiyasi bilan tanishib qo'ying yoki bo'lmasa shifokor bilan maslahat qilgan holda faqat bitta preparatni qo'llashni tavsiya qilaman. Doktor M kanali YouTube'da yagona bo'lgan arzon va sifatli dorilarni ko'rsatishda charchamaydi. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad Erkinjonovich bo'ldi.